alaykum qadrli yurtdoshlarim. Akalar 2026-yilda Sokol polga kafil bosish narxlarini to'liq etib, nima mahsulot ishlatilgan hammasini to'liq tushuntirib o'tib ketamiz. Hozirda videomiz Andijon Paxtabodda olinyapti. Shu Unjon akamiz to'liq ma'lumot berib o'tadi. Xo'p, sizga birinchi Sokoldan boshlaydigan bo'lsak, bu yerga qanaqa fason qilib bergansiz? Aytay fason qilib berganmiz. Toshli figurada. Aha. Buni fasoni, demak, haytay fason. Bunda nechta fasga bo'ladi? 5 ta. Ha, bunda 5 ta fasga bo'ladi. Xo'p, buni hamma materiali ichida nech puldan bitkazib beryapsiz? $55 bitkazib beryapmiz. Ha, 1 metri $55 dan. Xo'p, buni ustiga qoppog'iga plus tosh ham qo'yib berasiz. Shu $55 ichida bu ham. Xo'p, endi buni materiali nimadan? Xitoy Angola bilik. Xitoy Angola bilikdan hamma joyi qilingan, ustiga plyusovoy qopqoqlarini toshdan qo'yib berishadi. O'zbekiston bo'yicha hamma nuqtasiga borib, mana shu xizmatlarni ko'rsatib beraverasiz. Bitta haytay fason emas, bundan boshqa fasoninglar bo'ladigan bo'lsa ham, o'zingizlarga yoqqan fason bo'ladigan bo'lsa ham, Telegramdan yoki telefon qilsanglar sizlarga katalog tashlab berishadi. O'zingizlarga yoqqan fasonni o'sha yerdan tanlab tashlasanglar, xuddi o'sha fasonni sizlarning uyingizlarga borib qilib berishadi. Xo'p, endi pol tushuntiradigan bo'lsak, polni 1 kvadrat metr nech puldan tushdi? 250 ming so'm. 1 kvadrat metr 250 ming so'mdan polimizni tushgan. Bu polimizni materiali nimadan? O'zbekiston kafillar. Materiali o'zimizni O'zbekistondan chiqadigan kafillar. Buni nech puldan bosib berdingiz? Hamma mahsulotchida 250 ming so'mdan bosib berdik. Nima mahsulot ketsa 250 ming so'mdan 1 kvadrat metrini bosib berdingiz. Buni ham xuddi shunaqa O'zbekistonning hamma nuqtasiga borib bitkazib beraveramiz. Xo'p, zinnalarga keladigan bo'lsak, zinnalar haqida ham bitta to'g'riroq ma'lumot berib o'tsangiz, zinnalarga nima mahsulot ishlatgansiz, nech puldan qilib bergansiz? Zinnalarga O'zbekiston Latviya kafillarda armaturasini ishlatganmiz. Qirg'oqga tabiiy toshidan qo'yganmiz. 1 metri $55 dan ketadi. Har bitta stipenkiyasini 1 metri $55 dan ketadi. Hamma materiallari o'zingizdan bo'ladi, xizmat haqqi ham sizdan bo'ladi. Xo'p, ishni bitta ko'rasizlar. Ish juda ham rostakasim ideal chiqqan. Fakturalari ham, gullarni ham bir-biriga qo'yishlari hammasi chiroyli tushgan. Qarasanglar, chetini faska qilib, ishlarga kafillarni juda ham chiroyli joylashtirib qo'yishgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hammom kafillari deysizmi, polli kafillari deysizmi, mana bunaqa Sokol xizmatlari bo'yicha O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni xudo xolasa idealni, eng asosiysi ishonchli bitkazib berishadi. Pastda nomer bo'ladi. Nomerlarimizda WhatsApp, Telegram nomerlari bor. Bemalol chetda yurgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni mana shunaqa ideal holatda bitkazib berishadi.